aprel oyining 25-kuni 3 sinfida ona tili darsimiz, mavzumiz gap mazmuniga mos fe'llarni topish. Bugun mana bu magistr kiyimlarida turibdi. Kiyimlarini, shapkalarini, yaqin ma'noli fe'llarni topib, kiyimlarini moslab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, har bir qatordan 3 tadan o'quvchi chiqib 9 ta topshiriqni bajara oladi. Topshiriqning bugungi magistr o'yinimiz kiyimlarni butlash o'yini metodida o'tayotgan o'yinimiz sharti hammaga tushunarlimi? Hammaga tushunarli bo'lsa, har bir qatordan bittadan o'quvchi chiqadi. Marhamat, Islom, Laziza va Muslima, marhamat. Quvonmoq, sizniki esa? Qidirmoq, marhamat. Marhamat, tezlashamiz. Xo'p, nima bo'ldi sizga Laziza? Sevinmoq. Quvonmoq, sevinmoq, yaqin fe'li, to'g'ri. Xo'p, sizniki nima bo'ldi? Qadrlamoq. Bittadan shartni bajarganlar qo'ng'iroqni bosib bittadan qulpinoydan oladi. Xo'p. Qidirmoq, izlamoq, to'g'ri. Siz ham bitta band qo'lga kiritdingiz. Marhamat, yana bittadan o'quvchi chiqadi. Marhamat, bittadan, har bir qatordan bittadan. Marhamat, Umida. Xo'p. Xo'p, marhamat, bittadan so'zni o'qib olamiz. Sevinch, sizga qaysi so'z tushdi? To'plamoq, yig'moq. To'plamoq, yig'moq. Marhamat, yaxshi. To'plamoq, yig'moq. Asramoq, saqaymoq, Tuzalmoq, yaxshi. Bittadan balob ketamiz o'zimizga. Yaxshi, marhamat, yana bittadan o'quvchi chiqadi. Bor bittadan. Har bir guruhdan bittadan o'quvchi chiqadi. Uyg'onmoq, turmoq. Xo'p, turmoq. Uyg'onmoq. Bitirmoq, tugatmoq. Marhamat, tezlik bilan. Yordamlashmoq, qarashmoq. Qarashmoq. Barakalla. Mana uchala guruhdan ham 3 balldan ochko nima qildik? Yaqin ma'noli fe'llarni topib, magistr kiyimlarini butlab oldik. Hammangizga ishtirokingiz uchun rahmat.